Assalomu alaykum. Bugun biomet to'plamlarimizdan ATF masalasini 5 ta masalani yechimini ko'rib o'tamiz. Tuzuvchisi Abduvaliyev Diyorbek, ya'ni o'zim. Xo'p, tahlilni ko'rib boshladik. Birinchi masala. Masala shartini o'qib olamiz. Energiya almashinuvining glikoliz bosqichida 18 mol glyukoza parchalangan bo'lib, shunda 7 mol to'liq parchalangan bo'lsa, chala parchalanish natijasida hosil bo'lgan suvning miqdorini grammda so'rayapti. Xo'p, birinchi bo'lib dastlab glikoliz bosqichida 18 mol glyukoza parchalangan ekan. Xo'p, biz bitta ma'lumotni aytib ketaman. Demak, to'liq parchalangan bilan aerobda parchalangan glyukozamiz doimo teng bo'ladi. Xo'p, keyin yana bitta ma'lumotni aytib o'taman. To'liq parchalangan bilan, mana yozib ketamiz. To'liq parchalangan glyukoza bilan chala parchalangan glyukoza yig'indisi bizda glikolizda. Ya'ni glikolizda parchalangan glyukozaning yig'indisini berar ekan. Xo'p, bizda e'tibor bering. Glikolizda parchalangan glyukozamiz qancha? Ya'ni 18 mol ekan. 18 moldir. Xo'p, shundan deyapti 7 mol glyukoza to'liq parchalangan bo'lsa, 7 mol esa to'liq parchalangan ekan mana. Xo'p, yig'indisi chala parchalanganimiz noma'lum bo'lgani uchun x qo'yaveramiz. Mana. Endi x topadigan bo'lsak, ximiz necha kelib chiqadi? Xo'p, 11 mol glyukoza chala parchalangan ekan. Xo'p, endi bizda chala parchalanish natijasida hosil bo'lgan suvning gram miqdorini so'ralyapti. O'shaning uchun bizda chala parchalangan glyukozamiz 11 mol ko'paytirishimiz kerak. 2 ga dastlab suvning molini topib olamiz. Necha kelib chiqadi? 22 mol. 22 mol. Ya'ni bu suvning miqdori. Xo'p, endi gramda so'rayapti, molda emas. O'shaning uchun 22 ni ko'paytirishimiz kerak suvning gram miqdoriga. Necha kelib chiqadi? 396 gram. Demak, javobimiz 396 gram suv bo'lgan ekan. Javob. Xo'p, keyingi masalamiz. Ikkinchi masala. G'o'za o'simlik hujayrasida energiya almashinuvining glikoliz bosqichida 2520 gram glyukoza parchalangan bo'lib, shu vaqtda o'simlik xloroplastlarida 420 mol glyukoza sintezlangan bo'lsa, chala parchalangan glyukoza miqdorini aniqlang debdi. Xo'p, masala shartini o'qib oldik. Endi dastlabki qiladigan ishimiz mana bu glikoliz bosqichidagi gramni molga tuzib olishimiz kerak, glyukozani. Xo'p, uni tuzib olishimiz uchun 2520 gram glyukozani bo'lib yuborishimiz kerak nechiga? 1 molimiz 180. Necha kelib chiqadi? Xo'p, o'sha gramni o'chirib olaylik. Necha gram bo'ladi? 14 mol. 14 mol. 14 mol bu glikolizda. Glikolizda parchalangan glyukoza. Xo'p, endi bizda xloroplastlarida, ya'ni o'simlik xloroplastlarida 420 mol glyukoza sintezlangan deyapti. Dastlabki bilamizki, 1 mol glyukoza hosil qilish uchun yozib ketaman. Xo'p, 1 mol glyukoza hosil qilish uchun 18 mol xloroplastlarda 18 mol ATF sarflanadi. Lekin bizda 400 necha mol deyapti? 20 mol glyukoza bo'lsa, qancha? Xo'p, buni topishimiz uchun 420 ni ko'paytirishimiz kerak 18 ga. Necha kelib chiqadi? 7560 mol ATF. Xo'p, mana topib oldik. Bu xloroplastda hosil bo'lgan ATF. Mana 7560. Xo'p, endi qiladigan ishimiz ATFdan biz mitoxondriyaga o'tib olishimiz kerak. Qanday o'tamiz? Nazariy qismida ma'lumot bor. Mitoxondriyada xloroplastlarga nisbatan 30 barobar kam ATF hosil bo'ladi
Demak, xloroplastlarimizda 30 barobar ko'p ATF hosil bo'lar ekan. Bizda xloroplastdagi ATF bor. 7560 mol ATF. Bo'lib olishimiz kerak nechiga? 30 barobar bo'lgani uchun 30 ga bo'lib olamiz. Bizda mitoxondriyadagi 252 mol ATF hosil bo'lgan ekan. Mana topib oldik. Endi mitoxondriyada parchalangan glyukozani topib olsak bo'ladi. Nechiga bo'lamiz? 252 ni bo'lib olishimiz kerak 36 ga. Bizda 7 mol glyukoza aerobda yoki to'liq desak ham bo'ladi. To'liq deylik o'shani. To'liq parchalanishda hosil bo'lgan desak, to'liq parchalangan desak ham bo'ladi. Chunki aytib o'tdim, aerob bilan to'liq parchalangan teng. Aerob bilan to'liq parchalangan glyukoza teng. Xo'p, mana shu ma'lumotni unutmaymiz. Endi bizda chala parchalangan glyukoza miqdori so'raldi. Dastlab glikolizda 17 mol glyukoza parchalangan ekan. Boya aytib o'tdim, glikoliz parchalangan glyukoza, ya'ni to'liq parchalangan bilan chala parchalangan glyukozani yig'imiz. O'shaning uchun 14 dan ayirib qo'yamiz 7 mol, ya'ni to'liq parchalangan. Bizda chala parchalangan kelib chiqadi. 7 chala. Mana bizning javobimiz mana shu ekan. B javob. Xo'p, keyingi masalamizga o'tamiz. Endi quyidagi jadval asosida savolga javob bering debdi. Xo'p, masala tuzilish bo'yicha e'tibor bering. Beda o'simlik hujayrasi berildi. Unda dastlab glikoliz bosqichida parchalangan glyukoza miqdori katta A bilan berildi. Beda o'simlik hujayrasi chala va to'liq parchalanishda hosil bo'lgan suv gram miqdori berildi. 5328 gram. To'liq parchalanishda hosil bo'lgan suv miqdori berildi. Suvning miqdori esa 12 A bilan belgilanibdi. To'liq va chala parchalangan glyukoza miqdori farqini gramda aniqlang debdi. Xo'p, topib olamiz. Dastlab glikolizda A mol glyukoza parchalangan ekan deylik. Xo'p, chala va to'liq parchalangan glyukozamiz hosil bo'lgan suv gram miqdori berildi. Suv gram miqdori. Uni topib olishimiz uchun xo'p, dastlab qiladigan ishimiz 5328 edi. 5328 ni bo'lib olishimiz kerak 18 ga. Suvning gram miqdori mol kelib chiqadi. 296 mol. Xo'p, mana mol kelib chiqdi. Endi chala va to'liq parchalanishda hosil bo'lgan suv bu. Chala va to'liqdagi. To'liq parchalanishda hosil bo'lgan suvning miqdori berildi. To'liqda hosil bo'lgan suv 12 A ga teng ekan. Xo'p, endi qiladigan ishimiz biz belgilab olamiz. Chala parchalangan va to'liq parchalangan glyukozalar noma'lum. O'shaning uchun chalani x desak, to'liqni y deb olsak. Xo'p. Dastlab glikolizda bo'lganligi uchun uning miqdori A ekan. O'shaning uchun x plus y ni tenglashtirib olishimiz kerak A ga. Xo'p. Endi to'liq parchalanishda hosil bo'lgan suvning miqdori bor ekan. Nechi? Biz to'liq parchalanganimizda glyukozamiz y bo'ladigan bo'lsa, uni nechaga ko'paytiramiz? 44 ga. 44 y teng bo'ladi 12 A ga. Xo'p. Endi ikkalasida hosil bo'lgan suv 2 x ko'paytiruv qo'shib bo'lsak, ikkalasidagi hosil bo'lgan suv berilgan 44 y suv to'liqda 296 suv. Xo'p, mana shu tenglamani ishlab olamiz. Tenglamani ishlashimizda mana bu tenglamani 12 ga ko'paytirib olamiz. O'shanda mana bu tenglashadi. Xo'p, keyin mana shu tenglamamizni pastga olib kelib qo'yamiz. Xo'sh, qanday tenglama kelib chiqadi? Mana bu qoladi. 12x bo'ladi. Plus
12y teng bo'lib qolishi kerak ekan. Mana bu qo'yibman. 44y ga tepani ko'paytirdim va 12a o'rniga mana pastdagi tenglamaga qo'yib yubordim. Xo'p, endi mana bu ikkita tenglamamiz qoldi. Mana bu ikkita tenglamamiz. Xo'p, mana bu ikkita tenglamamiz. Xo'p, endi tenglamani ixcham olamiz. Mana bu 12 x teng ayiradigan bo'lsak, 32y. Xo'p, buni qanday ixcham olsak bo'ladi? Xo'sh, mana buni 2 deydigan bo'lsak, mana bu 2x bo'ladigan bo'lsak, xo'sh. Beroslar pasaytgan. Xo'p, 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 6 kera 32 ko'paytiruv 2 bo'lu 12. Yo'q. Xo'sh, bu tenglamani mana bunday qilib olsak bo'lar ekan. Xo'sh. Hozir o'zgarib qoldi. Mana shu tepadagi tenglamani hozir tashlab yuboraylik. Mana shu tenglama ishlaymiz. Xo'sh. Bizda ya'ni a ning miqdori kelib chiqadi. Mana shu tenglama ishlaydigan bo'lsak, hozir 22 ekan. X imiz, ya'ni chala parchalanganimiz 16 ekan. To'liq parchalanganimiz esa 6 mol ekan. Xo'p, topib oldik. Endi bizdan so'ragan chala va to'liq parchalanishda glyukoza miqdori farqi grammdan aniqlangan. Xo'p, ikkalasining farqini topib qo'yamiz. 10 mol. 10 mol farq. Grammda so'raganligi uchun o'sha 10 molni ko'paytirishimiz kerak 180 ga. Chunki glyukozadan gramm so'ralyapti. 1800 gramm. Xo'p, mana bu tenglamani ishlab qo'yamiz. Ishlasak, mana shu ko'rinishda javoblar chiqadi. Xo'p, keyingi masalamiz 4. Noma'lum bir o'simlik hujayrasida 20 mol glyukoza, 21 mol glyukoza chala va to'liq parchalanganda mitoxondriya va sitoplazmada hosil bo'lgan suv molekulasi tenglashgan bo'lsa, o'sha vaqtda xalqasida qancha glyukoza sintezlangan debdi. Xo'p. Yozib olamiz. Chala va to'liq. Xo'p. Ikkalasi ham noma'lum bo'lgani uchun x, y deb belgilab olamiz. Ikkalasining yig'indisi berilibdi. X plus y imiz teng 21 molga. Keyin aytyapti. To'liq parchalangandan so'ng mitoxondriya va sitoplazmada hosil bo'lgan suv gramm miqdori mol miqdori tenglashdi. Mitoxondriyada buni ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, mitoxondriyamiz ham y mol glyukoza parchalanadi, o'shaning uchun 30 suv ekan, yo'q, suv ekan. 42 ga ko'paytiramiz. Sitoplazmadachi. Sitoplazmada x plus y ko'paytiruv 2. Mana shu suvning miqdorini beradi. Tenglashib qolibdi nechiga, ya'ni 42 y ga tenglashib qolibdi. Mana shu tenglamani ishlab o'rganishimiz kerak. Xo'p, buni ishlaydigan bo'lsak, javobini chiqarib qo'yamiz. Xo'p. 2x plus y
teng bo'lib qoladi. Nechiga? 42 y ga. Xo'p, endi 2x teng 40 y. 40 y ga teng bo'lib qoldi. Endi bildikki, ximiz teng bo'ladi 20 y ga. Endi tepaga mana shuni tenglamani qo'yib yuborsak bo'ladi. Xo'p, o'shanda 20 y plus y teng 21. Y'imiz kelib chiqadi. Bizda 1 ga teng bo'lar ekan. Y 1 ga. Xo'p, y'imiz 1 ga teng bo'ldi. Ximiz necha bo'ladi? Ximiz 20 bo'ladi mana. Mana topib oldik. Endi ximiz 20, y'imiz esa 1. Xo'p, o'sha vaqtda xlorplast qancha glyukoz desang. Xo'p, xlorplast o'tishimiz uchun to'liq parchalangandan foydalanamiz. 1 ni ko'paytirishimiz kerak. 30 ga, yana ko'paytiramiz 36 ga. 1080 ATF 1080 bo'lib 18 glyukoza bo'lgani uchun 60 mol glyukoza hosil bo'lgan. Qisqa javob. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 5-masala. Xo'p, yalpiz o'simlik hujayrasida glyukoza to'lqinchada parchalanganda 180 ATF hosil bo'ldi. Sitoplazmada sarflangan ADF sitoplazma mitoxondrada hosil bo'lgan ATF ning 5 dan 1 qismi to'g'ri kelsa, aerob sharoitda hosil bo'lgan suv molekulyasi sonini aniqlang. Xo'p, chala parchalangan va to'liq parchalangan. Ikkalasi ham noma'lum. O'shaning uchun x plus y. Xo'p, yalpiz o'simlik hujayrasida to'lqinchada parchalanganda ATF hosil bo'ldi. Buni 2 ga ko'paytiramiz. Buni esa 38 ga. 2x plus 38y teng 180 ga ekan. ATF miqdori. Sitoplazmada sarflangan ADF sitoplazma mitoxondrada hosil bo'lgan ATF ning 5 dan 1 qismi to'g'ri kelsa deyapti. Sitoplazmada hosil sarflangan ADF debdi. Xo'p. Sitoplazma mitoxondrada hosil bo'lgan ATF ning 5 dan 1 qismiga to'g'ri kelsa deyapti. Xo'p, uni to'g'rilashimiz uchun sitoplazmada sarflangan ATF sitoplazmada parchalangani x plus y bo'ladi. Xo'p, undagi ATF topishimiz uchun 2 ga ko'paytiramiz. Demak, 2x plus 2y ATF sitoplazmadagi. Xo'p, mana shu ATFimiz nechiga to'g'ri kelsin deyapti? 5 dan 1 qismiga. Sitoplazma mitoxondrada hosil bo'lgan ATF ning deyapti. Ham ATF ham ADF hisoblanadi bu. Mitoxondriyada qancha? Mitoxondriyamiz esa y ko'paytiruv 36. 36 y. Bu ATF. Bu mitoxondriyadagi. Endi to'g'rilab olamiz. Sitoplazmada sarflangan ATF 2x plus 2y sitoplazmadagi sarflangan ATF 1 nisbat bo'lsa, sitoplazma mitoxondrada hosil bo'lgan ATF deyapti. X plus 2y plus 36y. Bu 5 nisbati to'g'ri kelar ekan. Endi kres usulida ko'paytirib olamiz. 2 ko'paytiramiz. Past o'zida qoladi. 2x plus 38y teng bo'lib qoladi. 2x plus 2 emas ekan, uzr. 10x bo'ladi, chunki 5 ni 2x ga ko'paytiryapmiz. 2 emas, 10. 10x plus 10y. Xo'p, endi bu tarafga o'tkazadigan bo'lsak 8x teng bo'ladi 28y ga. Xo'p, buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni 2x ga tenglashtirib oladigan bo'lsak, buni necha bo'ladi? Xo'p,
7 bo'ladi. 7 y ga teng qoladi. Endi mana shu tenglamamizni mana tepadagi tenglamaga qo'yib yuborsak bo'ladi. Xo'p, qo'yadigan bo'lsak, 2x ning o'rniga 7y qo'yamiz. 7y plus 38y teng bo'ladi 180 ga. Xo'p. Necha? 45y teng bo'ladi 180 ga. Y'imiz necha bo'ladi? 180 bo'lib 45 4. 4 mol. X'imiz necha bo'ladi? X'imiz bu yerda necha kelib chiqadi? Topsak bo'ladi uni ham. 2x'imiz 7y ga to'g'ri kelsa, xo'p. 4 ni ko'paytiramiz 7 ga. Bo'lamiz 2 ga. Xo'p, 14. 14 ekan mana. Bu to'liq. Mana bu chala. Topib oldik. Endi nima so'ralgan? Aerob hosil bo'lgan suv molekula soni aniqlang. Aerobda to'liqqa tenglashib oladigan bo'lsak, 4. 4 ni ko'paytiramiz. Aerob hosil bo'lgan suv ko'paytiramiz 42 ga. 4 ko'paytiruv 42. 168. 168 mol H2O. Demak, javobimiz D javob bo'lgan ekan. Xo'p, to'g'risi bizning Telegram pastdagi Telegram kanallarimiz va YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Tahlillari mana shu kanallarimizga joylab boriladi.